Qadrli tomoshabinlar, buqachalarimiz sotilibdi Qo'qon bozorida. Aka nech pul bo'ldi? 24 million 100 ming. Qo'chqorchi aka? 4 million 300 ming so'm bo'ldi qo'chqorimiz. Qancha bo'pti aka? 5 million 700 ming sovlig'imiz. Hammaga assalomu alaykum, qadrli YouTube ishqibozlari, Chorva Brend kanalining aziz obunachilari. Farg'ona viloyati Qo'qon shahridamiz, Muqimiy Chorva bozorida. Olingan sotilgan mol qo'ylar narxlarini batafsil yoritib beramiz. Egiz ona bola qo'yimiz chiqyapti, narxlarini so'raymiz. Qancha bo'ldi ekan? Nech pul bo'ldi? 10 million so'm. Egizchi ekan. Qo'chqormi bolalari? Sovliq ekan. Sovliq ekan, barakasini bersin. 10 million so'm bo'libdi. Xonajin sotildimi ekan? Sotildimi aka? Nech pulga bordi? 10 million 200. 10 million 200 mingga. Nomer qo'yib qo'yaylikmi, nomer? Nechilik? 91lik 201 201 05 05 90. 90 aloqaga chiqarasizlar. Oq yeldan ekan. Vodiy bo'ylab yetkazib berishadi. Qo'chqorlarimiz qanchadan bo'ldi aka? Narxini bilmaysizmi? Aka nech pul bo'ldi? 4 million 200 ming so'm bo'ldi. Aka qancha bo'ldi bo'g'oz? 19 million so'mdan qaytibdi bo'g'ozimiz. Sotilmabdi. Qadrli tomoshabinlar, qo'zi sezon boshlanibdi mana. Qo'zilarimiz sotilyapti, qo'chqorchalar. Qo'qon Chorva bozoridamiz. Qanchadan bo'ldi aka? Ikkalasimi? Ha, 3 million 300 dan 6 million 600 ming so'm. Barakasini bersin. Mana ola qora buqa. Ola qora rossiyskiy, rosa boqiydigan ekan. Qancha bo'ldi aka? Rosa boqiydigan ekan, ko'z tegmasin, mashalloh. 19 million bo'libdi. Barakasini bersin. Ona bola sog'liqlar chiqib kelyapti akalar, mana. Bolalari sog'liqmi ekan? Aka nech puldan bo'ldi? 60 berib qo'ya qo'ying. Qancha bo'ldi shep? 10 million 800. Sog'liq ekan-a bolalari? 10 million 800 ming so'm bo'libdi. Hurmatli obunachilar, qo'y bozor juda qizyapti shekilli. Faqat qo'y chiqyapti mana. Qo'chqorlar. Qanchadan bo'ldi aka? 3 million 800 bo'ldimi? 3 million 800. Ikkalan 9,5 qildimi? 4dan qaytdi. Barakasini bersin. Zo'r. Navbatdagi buqachalarimiz qanchadan bo'ldi? Qanchadan bo'ldi? Bu 12 milliondan shunaqa. 12 million so'mdan buqachalarimiz bo'ldi. Bo'ylari 95-1 metr atrofida. Qo'qon Chorva bozoridamiz. Sog'liqlar chiqyapti. Hurmatli obunachilar, mana bittasi qo'chqor. Aka qo'chqor qancha bo'ldi? 5 million 800 ming, barakasini bersin. Ular qanchadan bo'ldi aka? Shopirmisizlar? Zo'r. Bolalari, bolasi sog'liq ekan, bular qisir sog'liq. Qo'y bozori avjida ekanda. Aka sotildimi bular? Sotildi. Qanchadan? 4 million 200 ming so'mdan qo'chqorlar. Barakasini bersin. Rosa boqiydigan qo'chqorlar ekan. Qo'y bozor qizyapti. Mol bozorda sotilmadimi hali mollar, endi chiqadi shekilli. Mana navbatdagi yana qo'chqorlar. Aka qo'chqor qanchada bo'ldi? 92. 92 bo'ldi 46 dan. Qancha bo'ldi xunajin? 8 million 650 ming so'm bo'ldi. Bo'ylari 1 metr xunajinimiz. Bilasiz, navbatdagi ona bola qo'ylarmi bular? Qanchadan bo'ldi aka? 4 million 300 qo'chqor. Qo'chqor 4 million 300. Ona bola qancha bo'ldi aka? 6 million 400. Barakasini bersin. Qo'qon Chorva bozoridamiz. Hurmatli obunachilar, barakasini bersin. Mana yana qo'chqorlar chiqdi. 10 ta qo'y bitta mol tushyapti. Qancha bo'ldi buqa? Sotilmabdi. Qo'chqorlar qanchadan bo'ldi aka? 10 million 200 ming. 10 million 200 ming so'm bo'ldi. 5 million 100 ming so'mda. Bo'ylari 70 atrofida.
boqadigan qo'zilar. Barakasini bersin. Mana akalar, navbatdagi ona bolasi qancha bo'ldi ekan? Aka nech pul bo'ldi? 5 million 300 ming bo'libdi. Bolasi sog'liq ekan. Barchalarga rahmat aka-ukalar. Videomizda kamchilik va xatolar bo'lsa, bo'lgan bo'lsa siz so'raymiz. Rahmat. Qancha bo'ldi?